O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dona Boboxonova vafot etdi. Eronga qarshi urush Isroilga qimmatga tushdi. Pekin AQShning yangi bojlar haqidagi tahdidiga javob qaytarishini ma'lum qildi. Putinga istalgan mamlakatga hujum qilish vakolati berildi. Eron raketalarining yarmi AQSh Isroil hujumlaridan omon qoldi. Tramp butun dunyoni o'ziga qarshi qo'ymoqda. Ekspert. Endi esa batafsil. Azizlar, sizlarga ishonchli va qulay. Maftun opa boshchiligida Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk va boshqa shaharlarga avtobus, Sprinter va yengil avtomobil xizmatlarini tavsiya etamiz. Rossiya bo'ylab taksi xizmatlarimiz ham mavjud. Ekraningizdagi raqamlar orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tramp butun dunyoni o'ziga qarshi qo'ymoqda. Ekspert. Uning harakatlarida eng ko'p Qo'shma Shtatlar va uning o'rinbosari zarar ko'rmoqda, dedi harbiy va siyosiy kuzatuvchi Mikhail Anufrienko. Qo'shma Shtatlarda mutlaqo izchil siyosat va bashorat yo'q. Agar jismoniy neft va tankerlar to'silsa, eng katta zarba Eronga emas, balki neftga qaram bo'lgan barcha mamlakatlarga beriladi. Boshqacha aytganda, bu butun dunyoga zarar keltiradi. Tramp butun dunyoni o'ziga qarshi qo'ymoqda. Uning so'zlariga ko'ra, hozir AQSh prezidentining har bir xatosi demokratlar tomonidan hisobga olinmoqda va bu kuzda bo'lib o'tadigan oraliq saylovlarda Trampga qarshi ishlaydi. Eronga qarshi urush Isroilga qimmatga tushdi. Eronga qarshi urush Isroil byudjetiga taxminan 11,5 milliard dollarga tushdi. Bu haqda Isroil Moliya vazirligiga tayanib The Times of Israel xabar qilgan. Vazirlik Isroil va AQShning 40 kunlik hujumi yuqori iqtisodiy xarajatlarga, jumladan yalpi ichki mahsulotning pasayishi va davlat xarajatlarining oshishiga olib kelganidan ogohlantirdi. Xarajatlarning asosiy qismi, ya'ni taxminan 22 milliard shekel Isroil mudofaa kuchlari, mudofaa vazirligi, Milliy xavfsizlik vazirligi va boshqa xavfsizlik idoralari uchun harbiy sarf xarajatlarga yo'naltirilgan. Bu mablag' harbiy texnika sotib olish va zaxiradagi kuchlarni safarbar etishga sarflangan. Moliya vazirligi ushbu summa 2026-yilgi davlat byudjeti doirasida mudofaa vazirligiga ajratilganini bildirdi. Moliya vazirligi faoliyat va mamlakat iqtisodiyotini mas'uliyat bilan boshqarish keng ko'lamli operatsion muvaffaqiyatning hal qiluvchi omili bo'ldi. Moliya vazirligi xodimlari frontdagi yirik muvaffaqiyatlarimizga va Eronga qarshi erishgan ulkan yutuqlarimizga to'laqonli sherikdir, dedi Moliya vaziri Bezalel Smotrich. Eron raketalarining yarmi AQSh Isroil hujumlaridan omon qoldi. Eronning raketa uchirish moslamalarining taxminan yarmi AQSh Isroil hujumlaridan omon qolgan. Bu haqda CNN AQSh razvedka manbalariga tayanib xabar berdi. Kanal manbalariga ko'ra, ushbu uchirish moslamalarining katta qismi hujumlar natijasida yer osti boshpanalarida qolib ketgan deb taxmin qilinmoqda. Shu bilan birga Eron sulhdan foydalanib, AQSh Isroil hujumlari natijasida to'sib qo'yilgan yer osti ballistik raketa saqlash inshootlarining kirish joylarini qazib olmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, sun'iy yo'ldosh tasvirlari qurilish uskunalari tunnel kirish joylaridan chiqindilarni tozalayotganini va chiqindilarni yuk mashinalarga yuklayotganini ko'rsatadi. Buni xususan 10-aprel kuni olingan Xumayniy yaqinidagi raketa maydonchasi va Tabriz janubidagi ba'zi tasvirlari tasdiqlaydi. Kanalning ta'kidlashicha, faol harbiy harakatlar davrida AQSh va Isroil yer osti inshootlariga kirish joylarini ataylab nishonga olgan. Bu esa mobil raketa uchirish moslamalarining ballistik raketalar uchun uchirish joylariga va tezda qayta yuklash uchun bazaga qaytish qobiliyatini buzishga qaratilgan. Isroilning Alma tadqiqot markazining hisobotida Eron AQSh va Isroil bilan mojaroga mobil uchirish moslamalari va yer osti siloslariga joylashtirilgan taxminan 2,5 mingta raketa bilan kirganligi aytilgan. O'tgan yilning iyun oyida 12 kunlik mojaro oxiriga kelib, zaxira 1,5 mingtagacha kamaydi. Biroq keyingi 8 oy ichida Eron mudofaa sanoati yana 1000 ta raketa ishlab chiqardi. Bu Tehronning zarba berish salohiyatini tezda tiklash qobiliyatini tasdiqladi. Pekin AQShning yangi bojlar haqidagi tahdidiga javob qaytarishini ma'lum qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Donald Trampning Pekin Eronga harbiy yordam ko'rsatgan taqdirda Xitoy tovarlariga qo'shimcha bojlar joriy etish haqidagi tahdidiga nisbatan o'z munosabatini bildirdi. Vazirlik vakili Go Ziyakun agar Washington ushbu bahona bilan bojlarni oshirishda davom etsa, Xitoy albatta qat'iy javob choralarini ko'rishini ta'kidladi. Shuningdek, Xitoy rasmiysi Pekinning Eronga qurol-yarog' yetkazib berayotgani haqidagi xabarlarni mutlaqo uydirma deb atadi. Pekin Qo'shma Shtatlarning bunday bosimlarni asossiz deb hisoblashini va o'z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishga tayyorligini ma'lum qilmoqda.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova vafot etdi. 15-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova 80 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat drama teatri xabar qilgan. Ma'lumot uchun, Dono Boboxonova 1946-yil 20-noyabrda Qozog'istonda tug'ilgan. U Toshkent teatr va rassomchilik institutini tamomlab, faoliyatini Yosh gvardiyachilar teatrida boshlagan. 1996-yili O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisa milliy sahna san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan hamda betakror obrazlar yaratgan. Shuningdek, ijodi davomida Tilim qursin, Chol va Nabira, Berlin Oqqo'rg'on kabi ko'plab filmlarda mahoratli rol ijro etgan. Dono Boboxonova 9 nabira va 4 evaraning buvisi edi. Putinga istalgan mamlakatga hujum qilish vakolati berildi. Rossiya Davlat Dumasi prezident Vladimir Putin vakolatlarini kengaytiruvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda ma'qulladi. Unga ko'ra, prezident xorijiy davlatlarda rossiyalik fuqarolarni himoya qilish maqsadida armiyani yuborishi mumkin. Bu haqdagi qonun loyihasiga tayanib Interfax xabar qilgan. Hujjatga ko'ra, agar Rossiya fuqarolari boshqa davlatlarda hibsga olinsa, ushlab turilsa yoki ta'qib qilinsa, Rossiya prezidenti harbiy kuch ishlatish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Bu ayniqsa Moskva tan olmaydigan xalqaro sud organlari yoki Rossiya ishtirokisiz qaror chiqaradigan sudlarga nisbatan qo'llaniladi. Aslida amaldagi qonunchilikka ko'ra ham prezident xorijda harbiy kuch ishlatish vakolatiga ega edi. Ammo yangi qonun loyihasi bu imkoniyatlarni yanada kengaytiradi va aniqroq asoslar bilan mustahkamlaydi. Mazkur tashabbus NATO va Yevropa razvedkalari tomonidan Rossiyaning ehtimoliy harbiy faoliyati haqidagi ogohlantirishlari fonida ilgari surilgan. Ayrim g'arb ekspertlari Rossiya yaqin yillarda Yevropada kengroq mojaroga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ya'ni Rossiyaning bu qadami Yevropa uchun signal bo'lishi mumkin. Davlat dumasi vakillari esa qonun loyihasi Rossiya fuqarolari va tashkilotlarini xorijdagi noqonuniy harakatlardan himoya qilish uchun zarur ekanini bildirib o'tgan. Davlat dumasining mudofaa qo'mitasi qonun loyihasining konsepsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Chunki taklif etayotgan me'yor Rossiya fuqarolarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, Rossiya tashkilotlarini xorijiy noqonuniy tajovuzlardan himoya qilishga, shuningdek, tashqi yo'nalishda davom etayotgan ashaddiy rusofobiya kampaniyasiga qarshi kurashishga yordam beradi, degan Davlat dumasining mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapolov. Qayd etish joiz, Putinning Yevropaga hujum qilishi haqidagi taxminlar bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. Kreml bir necha bor bu kabi asossiz so'zlarni rad etgan bo'lsa-da, Yevropa muntazam ravishda kelajakdagi hujumga tayyorgarlik ko'rib kelmoqda.